Oltin qoshiq. Senga maslahatim, xo'jayinni ko'ziga ko'rinmay tur. Meni deb boya gap eshitdingiz. Judayam afsusdaman. O'zi sen judayam mehribonsan-da, qoyil. Cho'ndan biror xabar bormi? Cho'ninamdanmi? U politsiya mahkamasida ushlanib qoldi. O'sha qizni deb u yerda uzoq qolib ketadi deb qo'rqaman. Omadim bor ekan, farzandim yo'q. Oy, nega kulyapsan? Men bolalarim qanday ulg'ayayotganini ko'rib xursand bo'laman. Lekin bolalaringni boqish uchun yetarli puling yo'q-ku. Odamlar bu gaping ustidan kulishlari aniq. Shunday deb o'ylaysizmi? Salom o'g'lim. Sinchon nima bo'ldi? Yig'layapsanmi? Tezda yetib boraman hozir. O'sha yerda tur, hozir yetib boraman. Tezda yetib boraman. Qimirlamay tur, xo'pmi o'g'lim? Ha, senga nima bo'ldi? Ey xudoyim, ahvoling yaxshimi? Hoy yigitcha, senga nima bo'ldi? Yigitcha. Dada, Sinchon! dada. Sinchon! Sinchon! Hoy! Sinchon, o'g'lim, senga nima bo'ldi? Sinchon! Dada, Sinchon, dada. Dada, nafas ololmayapman, dada. hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotirga o'rin yo'q, o'g'lim. Menga qara, o'g'lim. Menga qara dedim. Men bilan birga qaytar. Nafas ol. Chiqar. Nafas ol. Chiqar. Yana bir marta qaytar. Nafas ol. Xuddi shunday. Nafas ol. Chiqar. Dadang ham shunday holatga tushgan, o'g'lim. Nafas ololmaysan, lekin o'lmaysan ham. Xavotir olma, nafas ol. Tez orada ahvoling yaxshilanadi. Xavotir olma, nafas ol. Chiqar. Barakalla, o'g'lim. Buni uddalading. Barakalla. Barakalla. Xuddi to'fondan keyin sokinlik cho'kkan dengizdek. Tinchlan. Barakalla. Barakalla, o'g'lim. Anavi yigitcha, Li Sinchon o'zini juda g'alati tutdi. Qahva ichmadi. Fransuzcha gapirdi. Yana pianinoda kuy chaldi. To'g'ri, Tayondan ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin u Tayon yo'l qo'ygan xatolarni takrorladi. Nima deysiz? Bu juda g'alati emasmi? Nima bo'pti? Bu bilan nima demoqchisan? Undan ehtiyot bo'lish kerak demaganmidim? Unga yaqinlashganidan beri Tayon butunlay o'zgarib qoldi. Uy oldi sottisi bo'yicha shartnoma. Xan daryosi hududida joylashgan xonadon. U uy sotib olibdimi? Bu o'sha yalangoyoq uchun bo'lsa kerak. Ular guvohning bir martalik telefonini kuzatishga harakat qilishyapti, lekin politsiya bu oson emasligini aytdi. Boshqa choramiz qolmaydi. Hozircha maktab o'quvchilarini ko'zdan qochirma.
Xo'p, janob. Teyon masalasiga kelsak. Teyon Li Sinchun haqida qanday fikrda? Unga rahmi kelyapti. Rahmi kelyapti. Teyon meni ortimdan biror nima ish qilmayaptimi? Yo'q, janob. Ketishing mumkin. Xo'p, janob. Menga yolg'on gapirdi. Xuddi sen aytganingdek qildim, lekin bu nega kerak edi? Meni hammaning oldida ahmoqqa chiqarding. Yigitlarni mendan jahli chiqqan. Xanteyonga muammo tug'diraman deganding. Chindan ham muammoga duch keldik-ku. Bu mag'rur gaplarni bas qil. Nega bunday qilishga meni majburlading? Changun, buncha sabrsiz bo'lmasang, qarab tur, bu hali boshlanishi. Boshlanishi? Unda endi nima bo'ladi? Menga qilgan ish uchun Xanteyonni kechirmayman. Hammasi uchun javob beradi. Tinchlan. Navbatdagi qadamga kelsak, vaqti kelganida o'zim aytaman. Oyujin, shunchaki ketolmaysan. Nega meni uchrashuvga chaqirding? Changun, shunchaki seni sog'ingandim. Bor gap shu. U meni sog'inibdi. Oyujin meni sog'inibdi. Politsiyami? Bir narsa haqida xabar bermoqchiman. Menga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak edi. Ko'rishguncha dada. Boshqa hech qachon uchrashmaymiz deb umid qilaman. Ana shunday. Hoy, hammani stilistman deb aldayotgan senmisan? Nima? Bittasi sochini kaltalatishingni xohlayapti.
Gapimga ishonib bu yerga kelganingga hayron qolyapman. Endi haydab solishlari aniq. Li Sinchonning opasini ko'ndirish osonroq. U xasis va tezda tuzoqqa ilinadi. Ko'proq pul va ko'chmas mulkka qiziqadi. Sen uy qidirayotgan biror kishini tanimaysanmi? Xan daryosi qirg'og'ida bitta uy bor. Yangi uy deysanmi? Ha, 3 ta yotoqxonasi va 2 ta yuvinish xonasi bor. Depozit 40 million va ijarasi 300 ming won ekan. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, Nega buncha arzon? tanishim juda shoshilyapti. Amerikaga jo'nab ketish kerak. Balki uy qidirayotgan birortasini tanirsan yoki o'zing qiziqayotgandirsan deb aytgandim. Menmi? Axir bu... Shoshma. Nega bularni menga aytyapsan? Ha, bu yerdan bir gap bor. Tovlamachisan. Shundaymi? Qani gapir. Yo'q, chin so'zim unday emas. Agar mendan shubhalansang, olib sotar bilan gaplashib ko'r. Depozit 40 million. Ha. Rahmat Mungi. Katta rahmat. Nihoyat ular o'sha xudo urgan joydan ketishadi. Xan Tayon. Buni qaranglar-a. Bilaman ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi, lekin meni xafa qilyapsan. Salomlashsang bo'lardi. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Nima u Teyoni amakivachchasimi? Ha, chindan ham ancha bo'ldi. Nima? Chindanammi? O'zingga bir qara, ancha ulg'ayibsan. Tog'ang bilan ham shunday gaplashasanmi? Tog'am? Hammasi joyida, janob. Rostdan Shunday gaplashsa o'zimni yana ham yaqinroq his qilaman. tog'asimi? Junte, erimni janob deb chaqirishing shart emas. Uyda ekaningda shunchaki ismi bilan chaqiraver. Azizim, bunga qarshi emasmisan? Albatta. AQShga qachon ketasan? Azizim, Yo'nda. O'zi hozir keldim, yana darrov ketishimni xohlayapsizmi? Yagona qaynukangizga buncha sovuq bo'lmasangiz. Shunaqami? Kelinglar, unda ovqatlanamiz. Junte. Ko'rdingmi, men mana shu odamga chidashim kerak. Senga yarashishini bilgandim. Senga ham yoqdimi? Eshitishimcha, tug'ilgan kuniga otang uchun syurpriz tayyorlab qo'yganmishsan. O'zi shunday dedimi? Yo'q, buni shunchaki atrofdagilardan eshitdim. Amerikada bo'lsam ham nima qilayotganingni bilib turaman. Sen bilan faxrlanaman. Bunga hojat yo'q. Aytarli hech narsa qilmadim. Nima, shunchalik jasur bo'lib qoldingmi? Surbet ablah. Qanday qilib men bilan bunday ohangda gaplashyapsan? Ko'zimga qarashga qanday jur'at qilyapsan? Besh yil oldin ham gap qaytara olmasding. Shu yerdaligimda hammasini oydinlashtirib olamiz.